Demak, boshlaymiz. Mavzuyimiz O'zbekiston Respublikasi referendum to'g'risidagi qonuni. Demak, bugun O'zbekiston Respublikasi referendum to'g'risidagi qonunini o'quv dasturi doirasida ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi O'zbekiston Respublikasi referendum to'g'risidagi qonuni. Xo'p, iloji bo'lsa chat qilmay turinglar, endi o'quv dasturi bo'yicha boshlayapmiz. Demak, birinchi bo'lib buni bilishimiz kerakki, mana referendum to'g'risidagi qonun yangi tahrirda qabul qilingan. Va mana shu amaldagi qonunchilik hujjati hisoblanadi. Xo'p, O'zbekiston Respublikasi referendumi. O'zi umuman referendum nima? Xo'p, referendum nimani tashkil etadi va hokazolar degan alohida huquqiy jihatlarga to'xtalib o'tishimiz kerak. Demak, O'zbekiston Respublikasi referendumi. Demak, O'zbekiston Respublikasi referendumi to'g'risidagi qonuni 1-moddasida O'zbekiston Respublikasi referendumiga ta'rif berib o'tiladi. Mana O'zbekiston Respublikasi referendumi O'zbekiston Respublikasining qonunlarini, boshqa qarorlarini qabul qilish maqsadida jamiyat va davlat hayotining eng muhim masalalari yuzasidan fuqarolarning umumxalq ovoz berishidir. Ya'ni mana shu O'zbekiston Respublikasi referendumi jamiyatning va boshqa muhim bir jamiyatni hayoti bilan bog'liq bo'lgan eng muhim masalani xalq tomonidan hal qilinishi. Ya'ni bunda yana bitta narsani aytib ketay, bu bevosita demokratiya turiga kiradi. Shunaqa savollar bor. Vakillik demokratiyasi, to'g'ridan to'g'ri demokratiya yoki bevosita demokratiya haqida gapiring yoki qaysi bir xatti-harakatlar qaysiga kiradi degan alohida savollar tushadi DTMda. Xuddi mana shu savollarda mana shunday. Ya'ni referendum bevosita demokratiya turiga kiradi. Jamiyatning muhim masalalarini xalq tomonidan ovoz berish yo'li bilan qabul qilinadi. Demak, mana ko'rdik, qaror hamda mana bu yerda qonunlarni qabul qilishi. Demak, O'zbekiston Respublikasi referendumi saylovlar bilan bir qatorda xalq irodasini mana bevosita, mana bu yerga yozib qo'yibdi, bevosita ifodasidir. Ya'ni xuddi saylovga o'xshaydi. Kim tomonidan tashkil etiladi deyilsa, buni ham belgilab qo'yinglar. Markaziy saylov komissiyasi. Bu ham Markaziy saylov komissiyasi tomonidan tashkil etiladi. Xo'p, referendumda qabul qilingan qaror oliy yuridik kuchga ega bo'ladi. Bu nima degani? Referendumda qabul qilingan qaror oddiy qonunlarga nisbatan oliy yuridik kuchga ega bo'ladi. Ya'ni yuqori turuvchi kuchga ega bo'ladi degan ma'noni anglatadi. Chunki bunda bevosita xalqning irodasi ifoda etiladi. Shuning uchun bunda qabul qilingan qarorlar yuqori, ya'ni oliy yuridik kuchga ega deb hisoblanadi. Agar referendumda qabul qilingan qarorlarda boshqacha tartib nazarda tutilgan bo'lmasa, referendumda qabul qilingan qarorlar faqat referendum yo'li bilan bekor qilinishi yoki o'zgartirilishi mumkin. Masalan, mana shu joyga bir urg'u berib o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi mana bizda referendum orqali qabul qilindi. Demak, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini faqat referendum orqali bekor qilish mumkinmi degan savol bo'ladi. Agar mana shunda, ya'ni mana referendum orqali qabul qilingan qarorlarni o'zida boshqacha qoida nazarda tutilmagan bo'lsa, biz mana referendum orqali qabul qilgan konstitutsiyamizda o'zida qanday qoida nazarda tutganmiz? Konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish tartibi ikki xil usulda konstitutsiyaviy qonun qabul qilish va referendum ko'rinishida amalga oshiriladi degan qoidani nazarda tutganmiz. Demak, bu holatda faqat referendumda o'zgartirish kiritish kerak degan qoidani istisno qilamizda, ya'ni o'sha referendum orqali qabul qilganimizda qanday qilib o'zgartirish tartibi kiritib o'tgan bo'lsak, shunday o'zgartirish tartibiga ruxsat etiladi. Referendum bilan agar bunaqa qabul qilgan qarorimizda bunaqa tartib nazarda tutilmagan bo'lsa, unda bu referendum orqali o'zgartirilishi nazarda tutiladi. Ya'ni faqat referendum bilan. Qisqasi, referendum bilan qabul qilingan qarorlar yoki bo'lmasam qonunlar faqatgina referendum bilan bekor bo'ladi.
Agar qonunni o'zida yana boshqacha usullar bilan bekor qilish mumkin, o'zgartirish mumkin deb belgilab qo'yilgan bo'lsa, unda boshqacha usullar bilan ham o'zgartirib bekor qilishimiz mumkin. Soddaroq qilib aytganda shunaqa. Referendum O'zbekiston Respublikasining butun hududida o'tkaziladi. Endi referendum bilan bog'liq bo'lgan konstitutsiyadagi bir qancha normalarni sizlarga ozgina eslatib o'taman. Xo'p. Referendum bilan bog'liq konstitutsiyaning 9-moddasida norma keltirilgan. Undan tashqari yana 89-moddasida ham norma keltirilgan. Qoraqalpog'iston Respublikasi referendum orqali, o'zini xalqini referendum orqali O'zbekiston Respublikasini tarkibidan chiqish masalasini hal etishi mumkinligi keltirib o'tilgan. Bundan tashqari yana referendum o'tkazish masalasini Oliy Majlis 93-moddada birgalikdagi vakolat hisoblanadi. Markaziy saylov komissiyasi tuziladi. Markaziy saylov komissiyasidan tomonidan referendum tashkil qilinadi va referendum o'tkaziladi. Xo'p, endi jinoyat bo'yicha ham bor. Saylov referendum qoidalarini o'tkazishni buzish, byulletenlarni soxtalashtirish yoki bunday huquqlarni amalga oshirishga to'sqinlik qilish degan jinoyatimiz ham bor. Unda mana shu jinoyatning obyektiv tomondagi xatti-harakatlar keltirib o'tilgan. Xo'p, bunda hozir konstitutsiyaviy tuzumga qarshi jinoyatlar turkumiga kiradigan jinoyat hisoblanadi. Bu o'sha o'quv dasturidagi mana shu referendum bilan bog'liq bo'lgan qism edi. Endi referendumga qaysi masalalar qo'yilishi mumkin emas? Referendum predmeti bo'la olmaydi. Qaysi masalalar referendum predmeti bo'lishi mumkin emas? Birinchisi, O'zbekiston Respublikasi hududiy yaxlitligini o'zgartirish. Ikkinchisi, O'zbekiston Respublikasi davlat byudjeti va soliqlari masalasi. Uchinchisi, amnistiya, afv etish masalasi. Xo'p, to'rtinchisi jamoat tartibini, aholi sog'lig'i, xavfsizligini ta'minlash bo'yicha favqulodda va shoshilinch chora-tadbirlarni o'tkazish masalasi. Shuningdek, 5-si O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalardan kelib chiqadigan majburiyatlarni bajarish masalasini, shuningdek, mana 6-si mansabdor shaxslarni tayinlash va vazifasidan ozod etish bilan bog'liq bo'lgan masalalar referendumga kiritilishi mumkin emas. Qolgan masalalarni O'zbekiston Respublikasi referendumi tarkibiga kiritishimiz mumkin. O'zimizning referendum so'zi favqulodda chaqiruv degan ma'noni anglatadi. Buni ham bilib qo'yinglar. O'zbekiston Respublikasining butun hududida joriy etilgan harbiy yoki favqulodda holat sharoitlarida harbiy vaqt tugagandan yoki favqulodda holat bekor qilingandan keyin 3 oy davomida referendum o'tkazilmaydi. Xo'p, bu kitobimizda shunaqa joy bor. O'zbekistonning ma'lum bir hududida o'tkazilishi mumkinmi? Yoki bo'lmasam ma'lum bir hududda o'tkazilganidan keyin masalan aytaylik, qaysidir viloyatning o'zida referendum o'tkazilishi mumkinmi degan masala bor. 9/7/2009-yilgi nashrda kitobda berilib ketilgan. O'sha ma'lumot eskirgan ma'lumot hisoblanadi, noto'g'ri ma'lumot hisoblanadi. Hozir esimga kelib qoldi, o'shani tushuntirib ketay. Mana qaranglar. Referendum O'zbekiston mana bu joyda. Mana yulduzcha bilan belgilab qo'yamiz. O'zbekistonning butun hududida o'tkaziladi albatta. Faqat butun hududda o'tkazilishi kerak, ma'lum bir hududda emas. Agar mabodo favqulodda holat yoki bo'lmasa harbiy favqulodda holatda tugagandan keyin, bekor qilingandan keyin 3 oy davomida referendum o'tkazish mumkin emas. Referendum natijalari rasman e'lon qilingandan keyin 1 yil davomida mazmun yoki ma'nosiga ko'ra xuddi shunday savol qo'yilgan referendum o'tkazilmaydi. Referendumni saylov bilan farqini tushuntirib o'tay sizlarga birinchi o'rinda. Xo'p, mana boshiga tushuntirib qo'yaman. Mana shu umumiy qoidalardan keyin referendumda asosan mana shunday savollar qo'yiladi. Ha yoki yo'q. Ya'ni bunda aholi mana shu ikkita savolga javob beradi. Ha yoki yo'q. Ya'ni mana O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi referendum orqali qabul qilindi. Masalan, mana shu qabul qilingan konstitutsiyani matniga qaraydigan bo'lsak,
O'zbekiston Respublikasining mazkur tahrirdagi konstitutsiyasi qabul qilinishiga rozimisiz degan savol qo'yilgan. O'sha byulletenda ikkita variant, ha yoki yo'q bo'lgan. Ya'ni referendumga qo'yilgan masala xuddi shunaqa bo'ladi. Ha bo'ladi yoki bo'lmasam yo'q bo'ladi. Mana shunday ikkita savol qo'yiladi. Mana ikkita savoldan bittasiga javob berib, umumiy natija e'lon qilinadi. Referendum mana shunday tartibda o'tkaziladi. Mana aytilyapti-ku, referendum natijasi rasman e'lon qilingandan keyin 1 yil davomida, 1 yil ichida xuddi mana shunaqa masala bo'yicha qaytadan referendum o'tkazilishi mumkin emas degan qoida belgilangan. Xo'p. Referendum to'g'risidagi qonunchilik O'zbekiston Respublikasi referendum to'g'risidagi O'zbekiston qonunchilik birinchi o'rinda konstitutsiyadan aytdimmi? 9-chi, 89-chi, 93-chi, 128, 129-chi moddalar hamda ushbu qonun va boshqa qonunchilik hujjatlardan iborat. Ya'ni mana shu referendum to'g'risidagi qonun va boshqa qonun hujjatlaridan iborat. Xo'p, referendum o'tkazish prinsiplari bu bizda kerak emas. Referendum o'tkazish prinsiplari bizning o'quv dasturimizga kiritilmagan, lekin mana bu joyga kerak bizga ishtirok etish huquqi. Referendum o'tkazilgan kuniga qadar referendum kunida 18 yoshga to'lgan O'zbekiston Respublikasining har bir fuqarosi referendumda ishtirok etish huquqiga ega. O'zbekiston Respublikasi hududidan tashqarida istiqomat qilayotgan yoki tashqarida turgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi referendumda ishtirok etishga to'la haqli. Biz saylovda ham ko'rgandik, saylov kodeksida o'tgan darsni ko'rgan bo'lsanglar, konsullikka borib o'zini ovozini berish mumkin degan, konsullik tomonidan tashkil etiladi deyilgan qoida bor edi. Xo'p, O'zbekiston Respublikasi hududidan tashqarida istiqomat qilayotgan fuqarolarning demak ovoz berish huquqi mumkinligini bildik. Endi mana bu yerda umumiy qoida bor mana. Sud tomonidan mamlakat loyihasida topilgan fuqarolar, shuningdek og'ir yoki o'ta og'ir jinoyati uchun sudning hukmiga ko'ra ozodlikdan mahrum etish joylarida saqlanayotgan shaxslar referendumda ishtirok etish huquqidan faqat qonunga muvofiq hamda sudning qarori asosidagina mahrum etilishi mumkin. Xuddi saylovda ishtirok etish, saylashda ishtirok etishga o'xshagan, saylanishi mumkin bo'lmagan shaxslarga o'xshagan 128-modda va saylov kodeksida ko'rilib o'tgan safar boshqa har qanday holatda fuqarolarning referendumda ishtirok etish huquqlari to'g'ridan to'g'ri yoki bilvosita cheklashga yo'l qo'yilmaydi. Buning uchun javobgarlik belgilangan. Xo'p. Kelib chiqishi ijtimoiy mulkiy mavqei, irqiy, milliy mansubligi, dini, ma'lumoti, tili, dinga bo'lgan munosabati, mashg'ulotlarning turi, xususiyatiga qarab fuqarolarning referendumda qatnashish huquqlarini bevosita yoki bilvosita cheklash mumkin emas. Ya'ni diskriminatsiya mumkin emas. Diskriminatsiya mumkin emas. Ana endi bu yerda ochiqlik, shaffoflik, hop, bir qator prinsiplar ketadi. Hop, bu o'quv dasturida kiritilmagan qaysi prinsiplar asosida o'tkazilishi, lekin saylov o'tkazish masalasi kim tomonidan qanday hal qilinishi keltirib o'tilgan. Ya'ni saylovdagi prinsiplar, o'tgan dars ko'rgan bo'lsanglar, saylovda prinsiplar bor edi. Xuddi o'shanga o'xshash prinsiplar bor bunda ham. Ikkinchisi, demak, ikkinchi bo'lim referendum tayinlash. O'zi umuman bu referendum o'tkazish tashabbusi kimlarga tegishli? Yo'llarni bo'yab qo'ygan ekanmanmi? Adashmasam testda tushganmikin, shunga bo'yaganman shekilli. Xo'p, birinchi o'rinda O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining palatalari, e'tibor bering, birgalikdagi vakolat palatalari deyilyapti. Keyingisi, uchinchisi O'zbekiston Respublikasi prezidenti. Demak, mana shu 3 ta toifa referendum o'tkazish tashabbusi bilan chiqish huquqiga ega bo'lgan subyektlar hisoblanadi. Mana shu 3 ta toifada mana shunday huquq bor. Ushbu moddaning birinchi qismida ko'rsatib o'tilgan subyektlar referendum o'tkazish to'g'risidagi tashabbusni ko'rsatishda referendumga qo'yilgan qonun loyihalari yoki o'zga qaror loyihalarini ishlab chiqishda masala ta'rifini, ya'ni mohiyatini, aniq ifodasini belgilashda teng huquqqa egadir deb aytilyapti. Ya'ni fuqaro, Oliy Majlis hamda prezident referendumga qo'yilgan masalalar yuzasidan o'zini fikrlarini bildirish bo'yicha bir xil teng huquqlarga ega.
Xo'p, ana endi O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini referendumni o'tkazish tashabbusini amalga oshirish tartibi. Qanday tartibda amalga oshiriladi va bu qanday amalga oshiriladi? Shunga to'xtalib o'tamiz hozir. O'zbekiston Respublikasining fuqarolari agar referendumda ishtirok etish huquqiga ega bo'lgan fuqarolar umumiy sonining kamida 5% ni tashkil etgan fuqarolar imzosi to'plagan bo'lsa, ya'ni masalan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari qanchasi ishtirok etsa referendum o'tkazilgan hisoblanadi. Xuddi shunda 5% loyihaga imzo qo'yib nima deydi, tashabbus bilan chiqsa, xo'p, basharti unda imzolangan fuqarolarning miqdori har bir ma'muriy hududiy tuzilma, masalan Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyati Toshkent shahri bo'yicha bir tekis va mutanosib ravishda taqsimlangan bo'lsa, referendumni o'tkazish tashabbusi huquqi amalga oshiriladi. Ya'ni xuddi mana shu 5% har bitta ma'muriy hududiy birliklarimizdan teng miqdorda amalga oshirilgan bo'lsa, fuqarolar tashabbus bilan chiqishlari mumkin. O'zbekiston Respublikasi referendumida ishtirok etish huquqiga ega bo'lgan har bir fuqarosi yoki fuqarolarning guruhi referendumni o'tkazish to'g'risida tashabbusni qo'llab-quvvatlovchi imzolarni to'plash uchun kamida 100 kishidan iborat tashabbuskor guruhni tuzishi mumkin. Demak, kamida 100 kishidan iborat bo'lgan tashabbuskor guruh tuziladi. Mana shu ishtirok etish huquqiga ega bo'lgan fuqarodan. Fuqarolar tashabbuskor guruhlarini vakolatli vakili guruhni ro'yxatdan o'tkazishni so'rab, O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasiga ariza bilan murojaat qilishadi. Arizada quyidagilar ilova qilinadi. Xo'p, Markaziy saylov komissiyasiga murojaat etadi. Mana shu joyini belgilab qo'yamiz. Kimga murojaat etadi desa, Markaziy saylov komissiyasiga. Endi mana bu belgilar ilova qilinadigan hujjatlarni juda yodlash shart emas, chunki o'quv dastur doirasida emas bu. Lekin mana bu ikkita joyi kerakda, 5%, keyin 100 kishidan iborat bo'lgan tashabbuskor guruh va Markaziy saylov komissiyasiga ariza yuborishi. Mana shu kerak. Qolganlarida xuddi ana saylovga o'xshab nomzodlar va ularning partiyalari va nomzodlariga qo'yilgan talablar bor edi-ku. Har bittasi ariza beradi, ularning yetakchilari bo'ladi va hokazo. O'shanga o'xshagan narsalar, ID kartasi, ularning seriyasi, raqami, o'zining imzosi ko'rsatilgan ro'yxat va hokazolar bilan chiqish kerak Markaziy saylov komissiyasiga. Mana bularni qo'shimcha tarzda o'qib qo'ysanglar bo'ladi. Qo'shimcha tarzda o'qib qo'ysanglar bo'ladi. Referendum tayinlash huquqi. Xo'p, demak referendum O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi tomonidan tayinlanadi. Xo'p, bu to'g'ridan-to'g'ri Konstitutsiyaning 93-moddasiga kelgan. Birgalikdagi vakolat yozib ketaman. Konstitutsiya 93-modda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti referendum o'tkazish tashabbuskori bo'lgan taqdirda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga murojaat etishi yoki referendum o'tkazish to'g'risida o'z qarorini qabul qilishi mumkin. Prezident ham demak o'zining qarorini qabul qilishi mumkin. Referendumga qo'yilgan masalalarning matni referendum tayinlanganda ma'qullanadi. Xo'p. Ana endi mana bu joylari bizga kerak emas. Referendum o'tkazuvchi komissiyalar, xo'p, hududiy komissiyalarni tuzish, hududiy komissiyaning vakolatlari bizga hozir vaqti kerak va vaqti bilan birgalikda referendum ustidan shikoyat qilish yo'q, bu ham bizga kerak emas. Ish beruvchi referendum ovoz berish byulletenlari yo'q bo'ladi, buni tushuntirdim. Xo'p, ovoz berish fuqarolar ro'yxatini tanishtirish, ovoz berish ro'yxati, ovoz berish byulleteni mana yoki yo'q, rozi yoki qarshi degan ko'rsatiladi mana byulletenlarda. Byulletenda aytganimdek, yoki yo'q, rozi yoki qarshi degan ko'rsatmalari bo'ladi. Ikkalasidan bittasini tanlash kerak bo'ladi. Referendum mana vaqti va joyi bizga mana shu joy kerak. Xo'p, demak mana ovoz berish vaqti. Ovoz berish referendum o'tkaziladigan kuni ertalabki soat 8 dan 20:00 gacha, ya'ni 12 soat davom etadi. Ovoz berish vaqti va joyi to'g'risida uchastka komissiyasi referendum o'tkazilgan kunga qadar kamida 10 kun qolganda fuqarolarni xabardor qilish kerak. Saylovda ham xuddi shunaqa. Kamida 10 kun qolganda mana shu
qayerda bo'lishini ma'lum qilib, ogohlantirib qo'yish kerak o'shanda ishtirok etuvchilarga. Vakolatxona huzurida yoki bo'lmasa mana bu chet davlatlarda bo'lsa, diplomatik va boshqa vakolatxonalarning huzurida tuzilgan referendum uchastkalarida ovoz berishi mumkin. Xo'p, mahalliy vaqt bilan o'sha paytdagi soat 8 dan 20:00 gacha amalga oshiriladi bu ham. Xo'p, xuddi saylovga o'xshagan qoida kasalxonada, statsionarda, jazoni ijro etish muassasasida, xullas o'sha fuqarolarning alohida sharoitda saqlanayotgan fuqarolar bo'lsa, ana o'shalarga nisbatan referendum tayinlanganda referendumni tugash vaqti 20:00 dan oldin ham amalga oshirilishi mumkin. Faqat nima deydi, bitta qoida bor. Hamma ovoz berib bo'lgan bo'lishi kerak va o'sha 20:00 dan oldin ochib ko'rishga ruxsat etilmaydi natijalarni. Xo'p. Keyin yana bitta narsa esda qolsin, testda tushgan bu 8:00 da boshlangandan keyin sirazi bizda nima ijro etiladi? Davlat madhiyasi ijrosi bilan referendum boshlanadi. Bu davlat madhiyasi to'g'risidagi qonunda ham ko'rdik. Xo'p. Demak, mana bu yerda mana X yoki ptichka, ya'ni to'g'ri degan anaqani qo'llashadi, nima deydi? Belgi qo'yiladi. Plus X yoki to'g'ri degan belgini qo'yishi kerakligini ham e'tiborga olib qo'yamiz. Mana shu joyini qoldiryapman. Endi referendum haqida dastlabki umumiy tushunchalar mana shulardan iborat. Referendum natijalarini aniqlash, e'lon qilish, Markaziy saylov komissiyasi yakunlovchi qoidalar va bular endi bizda o'quv dasturimizga aloqador qismi deb ayta olmaymiz. Mana shu joylari bizning o'quv dasturimizga aloqador qismi edi. Xo'p, referendum to'g'risidagi qonunimiz sal qisqaroq. Savollar bo'lsa, chatda yozsanglar, hozir tushuntirib beraman.